Assalomu alaykum, xormanglar. Mana akamiz mana bemor. Umar aka bu donorimiz. Hikmat akam. Qalaysiz Hikmat aka? Ancha yaxshi ko'z temasi. Nechinchi kun bugun? Operatsiyaga 4-chi. Yashang, gap yo'q aka. Xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Otangiz qilgan ishlardan Alloh rozi bo'lsin aka. Ikki dunyo saodatiga erishing. Sog' bo'ling aka. Gap yo'q. Sizga ham rahmat aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sizga tajriba mana. Aka. Orqamdan yosh shogirdlarni olib yuribman. Gap yo'q aka sizga ham. Hammasi o'rgatayotgan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham aka. Qo'yishmayapti. Sizga rahmat. Sog' bo'ling aka. Dadam. Ana hurmatli kuzatib boruvchilarimiz, ko'rib turgan holatinglar bemorimiz va o'zlarini nabiralariga donorlik qilgan Hikmat akam. Inshaalloh mana 4-kun ko'rib turibsizlar, holatlari ancha yaxshi. Ko'z tegmasin. Doim har doim shunaqa bo'lsin. Duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh tezroq oyoqqa turib ketishsin. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammanglarni izohlarini kutib qolamiz. Albatta duo qilishni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Akalarim o'zini asranglar.